Assalomu alaykum hammaga. Hammaga chorvasiga baraka bersin. Shunaqa mol fermalar qurish hammamizga ham nasib qilsin. Shu mol fermaga tarozi olib keldik. Bugun 2026-yil 2-fevral. Tarozimiz razmeri uzunligi 2 metr, eni 1 metr. Assalomu alaykum aka. Tarozi ma'qul keldimi? Alaykum assalom. Ha, tarozi yaxshi ekan. Sizlarga tavsiya qilaman. Mana biz o'sha molni sotayotganda sal ozgina qiynalgandik. O'shanga mana bu kishiga aytsak, mana olib kelib berdilar. Turkiyadan ekan. Sifati yaxshi. Kafolati 2 yilga ekan. Sizlarga shuni tavsiya qilamiz. Xudo xolasa mana to'g'ri ishlayapti. Mana qimirlab yursangiz ham u bir xil bitta kilogramm ko'rsataverar ekan. Yaxshisi. Aqabaqa qimirlaydi. Aqabaqa qimirlay. Mana hozirgi kunda qimirlasangiz u o'ynaydi. Bu mana o'ynamayapti. Kafolati yaxshi, mashallah yaxshi ekan. Sizlarga ham tavsiya qilamiz xudo xolasa. Hozirgi kunda ko'rib turganingizdek, hamma tarozi deyarli tarozichilarda sifir o'ynaydi mol qo'y chiqqanda. Bizi tarozimizda bitta kiloni ushlaydi, bo'ldi, qotadi. Qachon mol tushsa, keyin kilo yo'qoladi. Ungacha kiloni bittada qotiradi, qabaqa qimirlamaydi. Namangan viloyati Koson tumaniga olib kelib berdik. Kimgadir shunaqa tarozilar yasash xizmati bo'lsa, aloqaga chiqishlari mumkin. Bizi manzil Namangan viloyati Pop tumani e'tiborlaringizga hammaga rahmat.